Yo, televizor zo'r. Lekin nastroykasini tushunmayapmanmi? Обновление so'rayapti-yu. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ke, o'tirib turgin. Aha, xo'p. Xo'p, tushunmasam telefon qilaman. Xo'p. Qalaysan? Yaxshi, o'zi yaxshimisiz aka? Adamlar, oyimlar yaxshimilar? Hamma yaxshi, rahmat. O'zingning ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Maro bo'lsin aka, zo'r ekan. Qalay, yoqdimi? Ha, kattagina ekan. Ha, keyin romantika bo'lar ekan-da. Ha, gapirma. Eskisi nima qilasiz? O'zi seni shunga chaqiruvdim. Eskisini adamlar bilan oyimlarga qo'yib bergan shuni. Ularda ham ancha eskirib qolgan. Xursand bo'lishadi. Xo'p aka. Bo'ptimi? Mani-chi ishdan chaqirib yotibdi-da. Mashina o'zing olib borib eplab qo'yib bergan. Meni hozir hech vaqtim yo'q-da. Xo'p aka. Keyin sen bilan telefonlashib olamiz. Bo'ptimi? Men senga o'zim hali kechroq qilaman. Akamning ishlari ko'p ekan deb aytib qo'ygan. Alo. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bolajonim, o'zing yaxshimisan? Rahmat. Bolam, Rahmat. televizor berib yuboribsan. Ha. Rahmat bolam. Nima qilarding o'g'lim? Yo'q, onajon, arzimaydi. Voy, rosa qimmat bo'lsa kerak bu. Ayyo. Judayam katta ekan-a. Ha, katta. Mana adang bilan mazza qilib ko'rib o'tiribmiz, duo qilib. Sizni duolaringiz bilan yuribman onajon. Boringizga shukur. Bolam, har doim boshing omon bo'lsin. Rahmat. O'zingni ehtiyot qilgin bolajonim. Xo'p. Boringga shukur bolajonim. Xo'p. Xo'p, xayr. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, ukam? Yaxshi, o'zi yaxshimisiz aka? Ha, rahmat. Mana qara, kecha televizorni nima qilding? O'sha o'zi aytganingizdek qo'yib berdim. To'g'risini ayt, bir narsa qilgansan sen. To'g'risini aytsam, uni sotib yubordim aka. Xo'p, Yoniga pul qo'shdimda, xuddi siznikidan olib berdim. yaxshi qilibsan-u, lekin nimaga unaqa o'zboshimchalik qilding? Aka, eslang. Ota-onamiz har doim bizga eng yaxshisini ravo ko'rishgan. Bizani baxtimiz deb o'z orzularini, vaqtlarini, uyqularini qurbon qilishgan. Har doim bizani birinchi o'ringa qo'yishgan. Ukam chaqirtganda Bora qol. Adasi, o'zi bundan zarurroq ishlarimiz bor edi-yu, hozir shu shartmidi? Mayli. Oldin bolalarimiz o'ylaylik. Keyin bir gap bo'lar. Aka, biz ham ularni birinchi o'ringa qo'yadigan vaqtimiz kelmadimikan? Baraka top, ukam. Boringga shukur. Mani ko'zimni ochding. Faqat pulni beraman, olasan. Men hech narsani bilmayman. Xo'p aka. Rahmat, ukam. Xo'p. Xo'p, salomat. Biz ham ularni birinchi o'ringa qo'yadigan vaqtimiz kelmadimikan?